kasaba uyushmalari mehnat muhofazasi bo'yicha jamoatchilik nazoratini olib borayotgan eng katta tashkilot. So'nggi 5 yilda ular tomonidan korxona va tashkilotlarda 152 mingta qonun buzilishi aniqlangan. Aslida bunday holatlar juda ko'p. Misol uchun sudlar tomonidan 3 yilda 48 mingdan ziyod mehnat nizolari ko'rib chiqilgan. Kasaba uyushmalari yarashtiruvchi, murosaga keltiruvchi, bug'un sifatida ish beruvchi va xodim o'rtasidagi nizolarni sudgacha hal qilishda faollik ko'rsatsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Shu bilan birga ish bilan bog'liq baxtsiz hodisalar va kasbga oid kasalliklar haqida ma'lumotlarning yaxlit tizimi yo'q. Masalan, baxtsiz hodisalar hisobi va ularning sababini o'rganish 30 yil oldin qabul qilingan hukumat qaroridagi eskirgan normalar asosida qog'ozda yuritilmoqda. Bugun barcha sohalar raqamlashayotgan bir paytda sun'iy intellektni joriy etib, bunday holatlarni tezkorlik bilan aniqlash kerakligini sizlar albatta yaxshi tushunasizlar. Zahidov, Xudoyarov, Boboyev, Shermatov kasaba uyushmalari bilan birgalikda 2 oy muddatda baxtsiz hodisa va kasbga oid kasalliklarga chalinish holatlari haqidagi ma'lumotlarni olishning yagona tizimini ishga tushirsin. Bunday hodisalar hisobotini yuritish, sabablarini aniq tahlil qilish va unga yechim topish bo'yicha qaror loyihasini kiritsin.